Assalomu alaykum. Srochno sotuvda Kia Optima narxi juda arzon. 1.150 mingga qo'yamiz. Srochno sotiladi. Egasiga pul zaril ekan. Do'stlar, ni biti ni krashini, bironta detali, krashini detallari yo'q. Kim xohlasa telefon qilib VIN kodini olib, avtotekadan tekshirib olsa ham bo'ladi. Ba'zida ham DTPsi yo'q. Mashina o'zi ham DTP bo'lmagan. Hamma detallar radnoy. Mashina gaz, benzinda, gazga dokumentlari ham bor. To'rtta balon yangi qo'ydim deyaptilar. Mana ko'rishlaring mumkin. Letni balonlari ham bor. Bir hafta bo'lgan ekan qo'yilganiga. Undan tashqari o'zini letni balonlarini ham beraman deyaptilar. Mashina bosib o'radigan joyi juda ham arzon narxda. Buni narxda hali Optima qo'yganimiz yo'q. Mashina Moskva, Moskovskiy oblastda, примерно shu Kashirskiy tomonlarda. Telefon qilib, kelib, ko'rib, savdolashib, yana olsanglar bo'ladi. 1.150 mingdan yana arzon ham bo'ladi. VIN kodini so'raganlar uchun mana marhamat. Mashina 2018-yil, hozir ham taksida ishlab turibdi. Probegi 626 ming radnoy probegda. Mana do'stlar, aytishlaricha motor yog' yemaydi, ideal holatda. Korobkasini remont qilganlar, bo'lmagan keyin yangi bosganlar. Xadavoylari chotki, garantiya deyaptilar. В общем, yana kelib o'zlaring tekshirib olib, savdolashib, yana olsanglar bo'ladi. Yana bittasi kelish olsanglar, litsenziyasini ham qoldirib, mashinani uchotdan stimulyatsiya qilmasdan turib, ishlasanglar ham bo'laveradi. Kelib, bugun pulni berib, ertaga yana ishni davom ettirsanglar bo'ladi. Kelgan joydan. Marhamat. Bosib o'raydigan joyi. Mana bu hammasi chexol bilan. Bitta yangilab olsanglar, tagi sidinasi toza deyaptilar. Bu odam mendan mashina olganlar, eskisini sotyaptilar hozir. Mana o'zlari K5 2023-yil olgandilar, o'tgan yili. Bu yil o'sha buni sotyaptilar. Mana kimga kerak bo'lsa, marhamat bosib o'ringlar.